Shunday yoztiramiz. Sizga ham bo'ldi, xayrli. Ko'ngilli o'tiringiz endi. Boshingiz aylanib ketib qoladi. Qarasuv Qirg'izistondan salom deyapti. Yaxshi. Qanaqa mashqlar qilish kerak? Men hozir mashq ko'rsatib bera olmayman bu yerda hozir. Kanalga kiring, shorts, video shorts degan joyi bor kanalimizda. Ana shu shorts degan joyga o'tib olsangiz-chi, mashq tiqilyapti. 100 ta, 200 ta mashq joylaganman. 20 sekundlik qisqa mashqlar bor. Kanalga obuna bo'lish tartibini aytib qo'yay, keyin kirgansizda. Mana bemorimizda 5 ta grijasi bor va umurtqa pog'ona siljigan, skolyoz qiyshaygan, retrolistez, antilistez, retrolistez siljigan, skolyoz qiyshaygan 5 ta grijasi bor. Davolayapmiz mana. Mashq o'zi ozlik qiladi-da. Mashqni o'zi. Sababi 5 ta grijaga mashq qilib qutulib olish qiyin. Davolash kerak endi buni. Mashqlar kimlarga? Sog'lom odamga aslida. Sog'lom odam mashq qilish kerak. Obuna bo'lish tartibi o TVda 172 ta like turibdi, 172 tani ustiga bosasiz, o'ng tomonda qo'ng'iroqchani ezib qo'ying, obuna bo'lasiz. Bu tomonda 50 tekin yangi kirganlar 50 tani TVsiga bosib turib, podpisaniyani ezib qo'ying. Yaxshimi opa, o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ha? Endi joylarga chiqib qolasizlar menimcha. Ha, tugatib bo'ldik. Yurmanglar, o'tirmanglar, ha, endi stroyni yotasizlar endi. Ha. Birinchi xonadachi bitta akani chaqirib o'rasizlarmi? Men chiqmay turaveraymi, savolni o'qib turay ungacha. Chiqasiz ekan 5-xonaga deb qo'yasiz akaga. Yaxshi tomonlar. Hop, hamma avvalda emartlarini. Hop. Hop. Ara bilan grijani davolasa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Radikulinni davolasa bo'ladi. Asalarimi, qovog'arimi foydasi yo'q. Sababi bu kasallik mexanik usuldan qisilishdan kelib chiqqanmi? Mexanik usulda ochish kerak. Bu umurtqa pog'onani tortish kerak. Bu yerda meni kuzatayotgan efirni kuzatayotganlar ichidachi nevropatologlar ham kuzatishib qoladi. O'shalar ham qo'shilib men savollarga javob berib olinglar-da sizlar ham. Sababi xalqqa foydalar tegyapti. Men bu degani xalqqa foydalar tegmayapti deyotganim yo'q yana. Demoqchimanki, chaqtirganingiz bilan umurtqani qisilishi ochilib qolmaydi. Aka, sizga cho'ng rahmat. Alg'a xizmat qilib, elga xizmat qilib otasini olib yuraveringiz, aka, modest. Xo'p, Qirg'izistondan shekilli, men Qirg'izistonda Cheremushkasida 7-poliklinikada ishlaganman. Kirgiziya kinoteatrining oldidan kirib ketadi. Belimda grija bor, qo'l titrab og'riydi. Davolab beramiz, xohlasangiz kelsangiz. Baraka toping. Xo'p, kelyapsizmi? Sizni ham bir holat ko'rsataylik. Mana shu yerda tortamiz-da keyin. Aka, kushetkaga yotamiz, Spartikani yechib yuboring. Nima bo'lyapti yurishlaringiz, ahvol? Yaxshimi? Xo'p, keling endi suhbatlashamiz. Endi operatsiyaga qaytalangan bemor bilan gaplashamiz. Shu haqida ham tushuntirib o'tib ketamiz-da bemorlarga biz. Kushetkaga turaverasiz. Keling, vaqtimiz aka. Xo'p, assalomu alaykum aka. Qayerdansiz, o'zingizni tanishtirib o'tasiz? Andijon shahridan. Andijon shahridan. Necha yoshdasiz? 52 yosh. 52 yoshdasiz. Xo'p. Siz qanday kasb bilan shug'ullanasiz? Yog'och ustasini. Og'ir ko'tarasiz endi. Manada ko'p joylarda biz kasb so'raganimizning sababi bu yerda kasb kasalligi ham bo'ladi-da. Og'ir ko'tarishlik holatlar va uzoq o'tirishlik holatlar bo'ladi. Og'ir ko'tarishlar, og'ir mehnat qilish, uzoq o'tirganda misol ayollarda chevarlar, erkaklarda shofyorlar bo'ladi. Ana shuning uchun nima ish qilasiz deyman. Nima ish qilasiz deganimda kasalligiga diagnoz qo'yishimiz osonroq bo'ladi. Aka, siz nechinchi yil operatsiya bo'lgansiz? 97-yil. 97-yil. 97-yil ochiq operatsiyani boshdan o'tkazgan. Xo'p. Endi bu narsani ko'rsatib o'tib ketamiz. Narigi tomonga yonbosh bo'lib yotasiz-da endi. Ne bo'ldi, shunday belingiz mayli ochamiz, yetadi. Tayyorlab olaman.